Yo, bu eng oddiy kun edi. Men uxlab yotgan edim. Bo'ldi, yaramas. Maktabga borishing kerak. Tur. Ay, bo'ldi, mana turdim. Bol, maktabga bor. Sen menga qo'l ko'tardingmi? Sen menga qo'l ko'tardingmi? To'xtang. Faqat urmang. Voy, o'pkam shishib ketdi. Maktabga keldim. Ay, urmang. Sen nima maktabga kech qolding? Soat nechaligini bilasanmi? Yo'q. Darslar 7:30da boshlanadi. Soat 12:30 bo'ldi. Dars tugadi. Hamma o'rtoqlaring ketdi. Joyingga o'tir. 2. Ay, ikki qo'ymang. Qo'yaman. Yo'q. Bo'lmasa meni bitayotganini qilasan. Eshit. Qarachi bitta ko'k qof degan joy bor. Hazar ko'k qof mayli, adashib ketdim. Qarachi menga siyoh rang juda qimmatbaho olmoslar olib kelasan. Tushundingmi? Bor, apki. Men xarita beraman, mana o'sha. Ushladim. Mana ketish. Bor ketaver. Voy, mana shu o'rmonga keldim. Qayda ekan u? Mening mushlarim rosa. Sen bu o'rmondan tirik ketmaysan. Tushundingmi? Men seni o'ldiraman. Nimaga o'ldirmayapsiz? El Primo emasman. Primo'man, bilaman. O'z vaqtida sen o'lasan. Bolakay. Birinchidan men bolakay emasman. Ikkinchidan nima meni uryapsiz? Shaytonlar kuchi, menga madadkor bo'ling. Voy, zo'rg'a uni o'ldirib bu yoqqa keldim. O'zi ham zo'r madad berib qo'ydi shaytonlar. Ay! Ko'rmasin meni. Qo'ydat! Voy, suka. Ma! Mana. El Primo. Ay, men qayerdaman? Ustozing seni bu yerga yuboribdi. Uka, to'xta. Doiradan chiq, senga gapim bor. Chiq tur. Yonimga kel. To'xta, sen bilan gaplashishga o'xshamiz. Doiradan chiq, kel mana yoqqa yonimga. Hay, nima? Seni o'ldirmoqchi bo'lganimda allaqachon o'ldirardim kuchsizligingda. Ustozing seni bu yerga yuborgan seni o'lishing uchun. Men ham qachonlardir qiz edim, bitta yaxshi. Lekin bu o'rmonda sen qancha ko'p qolsang, shuncha ko'p yozlashib borasan. Oxiri sen ham mahluq aylanasan. Seni ogohlantirgan keldi. Seni agar yo'qmoqchi bo'lganda allaqachon yo'q qilar edi. Shu gapimni unutma. Meni hozir yo'q qilishing mumkin. Lekin esdan chiqarma. Bo'pti, bitta sakrab olay. Hech qachon. Yo'q. Voy, undan ham qochib zo'rg'a bu yoqqa keldim. Voy, maytda narsa borganmi? Uchib ketdim. Hali ham kech emas. Ket. Bizga o'xshagan bo'lishni istamasang ket. Ay, ket. O'rmondan ket. sizni hozir zombidan boshqacha qilib qo'yaman. Ketmading. Ay, Columbia Pictures. Men seni ogohlantirgan edim. Ay, o'lasan. Yo'qol. Yo'q. ay. Ay.
o'zimni juda g'alati his qilyapman. Nima men o'qardim? Nima? Nimaga men o'qardim? Qo'llarim nimaga oq? Bu senga oxirgi ogohlantirish, ket. Yo'q. Sen maxluqqa aylanib boryapsan, ket. Yo'q. Sen nega kelganingni bilasanmi o'zi? Ha, mana u kristallarni olishim kerak edi. Olib bo'ldim. Endi ketsam bo'ladimi? Nima? Oxirgi ogohlantirish. Kelyapman. O'saga bu 2, bunga 4, bunga 5. Ustoz, men keldim. Maxluq! Qariylar! Hey, men maxluq emasman. Kimsan? Men anoman, o'quvchisiz. O'quvchi? Ha. Gemni bermoqchimiding? Ha. Ber. Qanday? Oldim, bo'ldi, rahmat. Ha, maxluq! Ay, menga nima bo'lyapti? Sen olib keldim. Joy yordog'ingga kirchi. Oying ishda ekan, qarchi meni. Sen hagina qilib oqarib ketding, joyingga olib keldim. 1-2 kun uxlading, o'zi ham mazza qil. Oying dadang bilan qarchi ketibdi. Qayga? Vyetnamga deb hazillashdim. Ish qolgan ekan, shaharga ketishibdi. Yo'rmang meni. Sen 2 kun yo'q bo'lgan ekansan, qarchi militsiyaga ketishibdi shaharga. Qo'rqma, aytib qo'ydim, sen topilganingda kelib ota-onang kelgandan keyin shuncha payt qaydalik o'zi ham 4 kunmi bo'lmading uyda so'kishadi, kaltaga yeysan. Bo'pti, xayr, men ketdim. Mayli. U tegib ketdimi? U tegib ketdi. U tegib ketdi. Hozir men mana shu o'tlar ustiga sakrayman. Yo'q. Voy, boshqa yerga sakrayordim. O'tlarni uzaman. Xullas, hammaga xayr.